Bugünkü bu kecha nihoyatda ansiz ham unutilg'isiz bir kecha bo'ldi. Mahallimizning chetidagi do'nglikka yanada selingan bu uy o't ichida qoldi. Bu uy do'stim Gulshanning yurgan yigiti To'xtamay uyi. Bo'ldi. O'libamizmi bu yana? O'zingchi bizni sana qiz berdi deb o'ylamsan? Sen kim? Ha? Va biz kim? Hey, nereden kelgan bo'lsa xotinni shu yerdan ol. Keting to'xta. Yiroqlarga keting. Aqllarimning payli yomon turdi. Ular sizni urib o'ldirib qo'yishi mumkin. Hech bo'lmagan bir ish qilib bo'lsa-mu ko'zdan yiroq yerga keting. Gülşen. Ben sizni tashlab ishga ketmayman. Biz mingta patlash ketdik. Kelsak birga ketaylik. Bo'lmasa, ular sizni boshqa birsiga zo'rlab beraydi, Gülşen. Yo'q. Men qo'rqaman. Mayliga. Men rivoyat qaytganmandir. Aqllarimning urug'-tuqqanlarimning yuziga qanday qarayman? Gülşen.
Bizga bundan boshqa yo'l yo'q. Ben size yaxshi ko'raman. Agar ketimiz ko'rmasangiz, har ikkimiz umrlik pushaymonda qolamiz. Gulshan. Gulshan. Ben sizni yaxshi ko'raman. Gulshan. Ko'pchilik to'xtaga kelgan hojaga ichindi. To'xtaga do'stim Gulshanning 3 akasi nimancha ish qiladi ha? To'xti bu mahallada paydo bo'lganda 15-16 yoshlardagi bola edi. U bizning yezimizni kesib o'tib, turmush alakchiligida nalagiga mangan edi. Darg'inlik, ochlik, charchash uni amalsiz holda bizning mahallada turib qolishga majbur qildi. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Mehmanca miskin oturup kettin oğlan. Lazım geldi. Tağının o tarafıda. Tağının o tarafıdan demse. Bildim. Bu gerçi bu yurtqa musafir kelsen de. Bu yurtda uruq tuqqanlaring yo'q o'xshamadi. Bo'pti. Unda bo'lsa yura balam. Biznikiga berib bir piyola choy ichgin. Qo'pa. Qo'pa balam, qo'pa. Hey. Qo'pa, qo'pa. Mana, mana. To'xtaning ko'chadan chaqirib atirib, tunji qitim issiq choy bergan kishi atrofdan mahsusiga qaraydigan nari ko'ngil bo'ldi. Kunlarning o'tishi bilan
boy, bu kuluqi yumshaq, oyiqi ittik, chiroyi illiq to'xtiga omroq bo'lib qoldi. Narıqda, akila. Nala. Oldu, bize vapur itme bala. Bo'ldi akila, nala. Mahallimizda To'xti ismli qo'limi kelishgan bir yigitning paydo bo'lib qolganligini do'stim Gulshanga tunji qitim men deb bergan edi. Hay Gulshan, mahalliga To'xti deydigan bir yigit paydo bo'lib qopti. Sen uni uchirtib baqdingmi? Yo'q, uchratmadim. To'xti mahallimizdagi ba'zi yigitlarga qaraganda bek ishchan ham kelishgan yigitdek qiladi. Chiroyi bir qarmoq qilsang o'xshab ketadigandak qiladi javob. Nima deysansa? Uchirtib qolganda diqqat qilib baqqana, uning chiroyi rostmisang o'xshaydi ekan. Qara, sening shaytonligingni. Qarab baq. Hozirli berib ko'rib baqma kelyapti-da. Sala chaqchaqsamag'ana. Mərubqa, əcəb obdan oğuldun birini tepi opsun, ha? Ha? Toxtun sen. Xudayim berdi efkan. Xudayim berdi. Qarmaq mı? Toxtu işcan, tirişcan balıda görünüdü mu? Şu. Ay. Mərubdağa, Hoş. Sayımkam To'xtini bizga yordamlashib, olmalarni Sivatga qochilishib bersin deydi. Ha, bo'pti, basur. Hey, to'xtaxon balam. Ha? Nega. Qo'lingdagi ishni qo'yib, ha? Mas singling bilan baqqa berib, olmani qochilishib berib kel. Ma. Ha, ma'qul. Ha, bag'in balam, bag'in. Almalardaki kaçılaylı. Meşkileçi uzun bulsak bulattı. Yüzü bulma. Sıkık bulaylı. Mayıkka, manım kaçılar. Akış bulduğu değil mi? Maşineyi kaçılaylı. Hey. Reyhan makşını yaxşı eğitip öcümü. Yaxşı eğitip. Kaçılarda işte. To'xti kelyapti. Qanday? Rost kelyapti. Kelishgan yigitgina. Al qizning yendiki olmalarni bu yoqqa kelishib bering. Bering o'zi. Mana. Yangrısın, yüreğimden akşam yangrısın. Anlısın, bu akşam ne cihan anlısın. Bağlısın, yüreklerini kınıp yürekке. Sevgimizin riştisini mehkem bağlısın. Sana bulgan sabah bir megelik bilim. Sevgimizin sokaklar buldan ayrısın. Qanday sen o'xshamdiki? Hayat lezzeti muhabbetin alemide sen
dedi deb yaqiniga chiqib keldim. Yağmursun yüreğimden akşam yağmursun. Oy, bo'ldi. Qo'lingiz qanab ketdi-ku. Eshik yo'q. Oy, bu. Bo'ldi, eshik yo'q. Eshik yo'q bo'ldi. Hey, Gulshan. Qo'ling liqfanmi? Chaqqa. Bo'ldi, chaqama. Qo'li qanab ketdi. Bo'ldi. Kelib qo'yaylik. Kichikini ye. Yo'q, bo'lmaydi, kelib qo'yaylik. Bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Manda qilinglar, ko'rib boqay. Yomon bo'pti. Aşklarga hayat lezzeti muhabbetin alemide elle yayırsın muhabbetin alemide elle yayırsın muhabbetin alemide elle yayırsın Kunlarning o'tishi bilan qo'rqdi, mahalladagilarga turmushib ketdi. Uni kim ishga buyursa, yo'q demaydi. Telkinin davanidin karvan tahtımaz öttü. Karvan tahtımaz öttü. Bo'ldi. Bundan axir choy ichgan. Bo'ldi, jon opa. Bo'ldi, opa. İlahın yığılğan Billeyney halleynın ayet Süleyman yığılıma ayettir İlahın yığılğan Billeyney halleynın ayet Süleyman yığılıma ayettir Süleyman yığılıma ayettir Mana bir çağlarda mening bolachaqam uy makonim bo'ladigan. Bir qatimliq qiyon optida bolachaqam uy makonimdan ayrilib qoldim. Oxirida taqdir men qerini tikandek yolg'iz qo'ydi. Necha yildan buyon mushu dudda menga hamroh bo'lib kelyotdi. Buningga shukr. Xudoyim seni menga hamroh qilib yuluqtirganni qaramamdigan balam. Hey, bo'ldi. Inga kulab o'tirayverma. Yomon bo'ladi. Ha? Bir kulib etgina. Mana mundaq. Baxting oldingda. O'yinlarni qachon qilishlar? Qarash seni aytayotgan gapingni. Ota-onamiz qo'shilsa qilamiz, bo'lmasa qachimiz shu. Qachon qochadigan bo'lyapsizlar? Ha? O meni o'rib olganda, boradigan joyni kep bo'lganda amin qachimiz. Qollarga ketamizlar-ya. Tezroq qilaylik. Hey Rashida, nimacha oldiraysan?
Sonra tezrak apırıp itip kemsen bulmaydı. Olması bizim jigit. Gülşen! Ha? Hey Gülşen! Ha mana! Tez bol! Bol adaş! Soğuk barayla yürü. Hazırlı baramı. Hazır barımı satırıp durun. Yak tez bol. Hazırlama. Tez bol ha? Makul. Tez bol ha Gülşen. Gülşen, sen berip durgan. Mening azroq ishim bor. Kayning dili bormi? Ha? Hay. Siz o'tib الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله Uzaq mezgil dam sıqilish kesilining azobini tatgan mehribon Ma'rif bovay olamdan o'tdi. Bovayning bir parcha kigiz, ko'ni yo'qqan ko'pa va hiliq kichikkina vujirsi bilan do'ttirib to'xtaga qoldi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الله أكبر. Sabr qil bolam, sabr qil. Şu arada kişiler o'ylamagan ishlar yuz berib qoldi. Atrofning ot uloq va yerlari a'zolarga ko'tirib berildi. Orandır haruragini kömendigan deyman. Savur Burat, sana ma to'g'riga tegdi.
Anmayma bu eski şarkını. Ne yapasan apa? Al bunu. Bu aka o. Degendeki arsan olmam da. Ağilla, muş to'xtig'imi bilanimi beramiz. To'xtig'i nima deb birini bagdakmiz? To'xtiya bu atratning a'zosi. Shu emasmi? To'g'ri. To'xti bu atratning a'zosi emas. Uning ustiga bu yerning nopis deb turdimi? Yo'q. Shuni berishga bo'lmaydi. Shundoq bo'lsa-mi? Ma'rufkam rahmatlik mushu mahvoga 20 necha yil qaridi. To'xtini o'zining bolasidek yaxshi ko'ratdi. 2 yildan buyon yezidagi hamma kishi uni ushaq-tushak ishlariga soldi. Bovayning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mi, uningga avo kona o'kiz arusini berayli. Bo'ptilar. To'xtimi mahallimizning o'z bolasidek bo'lib qoldi. Uningimi bir tirikchilik kerakda. Sen batiqo batiqda? Ay, tramdini ana. To'xti! Ey, to'xti! Qanisa? Ha? Hey, u yerda kashki chang yiqib turavermay. Men Farvoning qishig'i bor. Aptab ezib qo'yotandi nima uka? Yaxshimsiz Qadirka? Yurting esing kelib qoldimi ya? Xiyol aka, xiyol. Yosh turib, sana nima xiyol? Sizlarga ko'traga yerinan terasizlar. Men bu quruq qori bilan nima ishmi qilaman? Rost esa, buning o'kizini menga taqsim qilib, orasini sana berginin demamsan. Bunda qilayli uka. Ya sen bana arvani ber, ya men sana o'kizni o'tinay. Qanday dedi? Undaqmi qilmayli Qadirka. Senmi o'g'rilig'i to'rt ush deb kelib, dattikamni deyishmaylim bo'lmasa. Undaqmi qilmayli. Biz qanday qilamiz? Bu o'kiz arusini o'ylangizda bekayotgan eshak arusiga tegishsak qanday deysiz? Tegishsak? Qo'y, ilang. Ilang ha. Sep qo'yam.
qilamiz. Ay, bo'ldi. Ay, jep qo'ying. Qandoq bo'ladi? Elam. Bo'ldi. Elam, undaq qilmang, elam. Bo'ldi, deyman. Elam. Mana. zamonlardan tortib hech kim shaharga sakirib ketib boqmagan edi. Bulupma erlar bundaq ishni texmi qilmaydi. Dastlabda to'xti har kuni uyma-uy kirib sut yig'di. Keyin mahalladagilar sutlarini o'zi akirib berdigan bo'ldi. To'xti Gulshanning buloqqa suv og'ili keladigan vaqtini nihoyat aniq bildi. Shunga u fursat topsala buloq bo'yiga berib Gulshanni bir ko'rib olishga, uningga o'z ko'nglidagi shirin xiyollarini izhor qilishga intiladi.
sizni ketib qolarmikin deb aldirabla kelib edim. Gülşah. Meni 2 kun saqladingiz Gülşah. Sizning ishqingizda saran bo'layin deb qoldim. Gülşah. Men sizni uchratgandan buyon har kuni xiyolimdan chiqmaysiz. Men sizni rostdan yaxshi ko'rib qoldim. Siz meni yaratasizmi? Jenim Gülşah. Men sizni uchratgandan buyon qalbimda boshqacha umid paydo bo'ldi. Nima uchunligini bilmayman. Siz kech-kunduz xiyolimdan chiqmaysiz. Men rostdan sizni yaxshi ko'rib qoldim. Aqllarimda qo'rqdim. Aqlim berib qolsa. Gülşah, xotirjam bo'ling. Aqllaringiz hargiz bir nima demaydi. Qo'rqmang Gülşah.
Akıllarınız herkes birinin demeydi o. Canım bir daha bulsun ay eşkı ay sana. Mahallamizda ertadan kechgacha tomni yulab o'ltirib, quruq parang bilan kun o'tkazadigan bir nechalar bor edi. Ular uchun erta yozda yaga urug' chechib, kuzda o'rib olishdan boshqasi ish hisoblanmaydi. Ular uchun yer yuzida eng chiroyli yermu mushu yesa. Eng go'zal osmonmu mushu mahalning osmoni edi. Ilm setim ishini oldamchilik deb qaraydi. Sirtlarga berib ish ovqat izlab chiqishni qalandachilik deb bilishadi. Maqmanga mushumi uyan bo'ldimi? Qandoq? Hey, bo'ldi. Hey, oldinglarmi ekan? Mush Qizilqum tarafda bor-ku. Nari satadigan bir oshpaz bor emish. U ot go'shini yeyib, o'zi oxiri oshxonadan otdek chiqib ketdi-dek. Geldi. Hey, og'illar, mushu qaysi bir davlatda bor-ku, bir xotin to'rtni tug'ibdi danglar. Uning uchi odamga o'xshaymish. Ay, yana birini olimlar tadqiq qilyapti. Hey, qaranglar, to'qib kelyapti. Assalomu alaykum. Pa. Ma to'xtaxin o'zicha kostyum kiyibdi. Kostyum kiyib, eshak harusi haydadi degan gap eg'ilga zadivol tatgandek bir ishda bu. Mush to'xtakning kiyib yuguniga qaraganda, ma kostyum deganmi, tayinliq bir nima? Menden gözünüzü kaçırmak için. Ben rastını sizni yaxshi ko'raman. Men sizni bezamni kaçırmadım. Do'stingiz Rashida Motash bilan xotirjam oralashib yuryapman. Shundoq. Bu jahonning aqlining nechasi? Eğer yani cevap vermesene, bu kol yağını gülüşen bana soğuk kıldı da taşlar giyiydim. Ya, onu kılma. Seni iyiler. Gelin. Seni, gelin.
Nimandaq kechikib ketdingiz? Rashidaning uyda azroq ish chiqib qoldi. Ha, bo'ldi. Ha, men kirib g'ash-g'ish tomoq qilam. Odamni qo'lsiz ochib o'lay dedim yana. degan bilan tez pishirdi aka. Singlimizning qo'li guljumo aka, ha? Bahli ishcha. Rost deysan, uka. U bizning qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib kelyotdi. Apamiz rahmatli tugab ketganda qandoq qilamiz deb bak ansirgandim. U uzundan beri kirqatlarimizni yuvib, tomoqlarimizni etib, haqiqatan qarindoshlik mehrni yetkazib o'tdi. Aka, tomoq qila. Gülşen'in hali çıkardım. Gülşen akivas koptu. Şunda. Şunda qilgan bo'lsa, o'zini qiynalmaydi. Kirib ket baqay. Qandar aqadash. Teştirdingmi? Assalomu alaykum. Teşekkür. Yaxshimisiz Rashida? İşlerin qandar? Yaxshi. Voy, to'xta. Nima degan jiq so'zmilar bu? Kundan kunga beyib ketyapsiz-mi? Adamni hijrati menga Rashida. Gülşen'ni yaningizga akilib olib yordamchi qilyapsiz bo'lmamdi? Shunda qilmamsan to'xta. Sen hozir mahallimizda xeli ko'zib ko'rinib qoldi. Gülşenni akilib olsang, ishlaring texmi yurishib ketadi emasmi? Xudoyim bo'lsa, umi lekin to'xta, har ishlarda chirak bo'lish kerak. Bo'lmasa Jura? Shundoq to'xta. Mana bizdek chirak bo'lish kerak. Mana ikkimiz ertagan qechib to'y qilamiz. Nimish qechib to'y qilsizlar? Qaydusim bilan to'qsonlar bo'lmamda? Qaydusim bilan to'y qilaylik desak, to'yliqni tayyorlab qo'g'ich qerib ketadi ekanmiz. Shunga bizning bu yerda qechib to'y qilish ota-bobolarimizni tortib, qaydusumga aylangan. Chunki biz qiz taraf to'yliqni nayta eg'ir solamiz. O'g'il tarafning kuchi yetmaydi. Shunlashqa qiz bilan yigit birlikka kelib qachimiz shu. Men Gulshanni qaydusim bilan Singlim, nima qilyapsiz, ha? Yana aroq ichib ketibsiz-da? Yo'q. Mendan ranjimang, singlim. Singlim, mendan hargiz ranjib qolmang.
Derdim bu adamman. Şuna arak içimen. Biz kimning avlodlari bilamsiz? Siz hech nimani bilmaysiz. Biz degancha Sadirboyning avlodlari. Bo'mizning tog'da minglab qo'yi, shaharda bir qancha yerda qora joy bo'lgan ekan. Meni bekadan beka lalanglab yurdi debsiz. Men ashu maktab qilib olgan joyning davosini qilib yuryapman. Agar ashu joy qo'limizga qaytib keladigan bo'lsa, biz alomat berib ketamiz. Ey, Davudka! Ashu oltinlarni zoti qachon topsan, ha? Haram tamoq. Bayatı beri, men bad savunmamda. Benim tamashamni ko'rib turibsan-da, ha? Ey, jinim aka, ashu oltinlarning dardida sarang o'qama yana. Ey, menga ishini qila. Ko'zida yo'qla menga. Maldikilarning hammasi maktab selavaga yerda Sadirboyning oltinlari bor devasa. Ey, sarang, haqsini oqmoq deb o'tqanga. Guyna. Mengapa amak cep? Wujo. Woi. Toka. Woi. Serang o'rningizdan. Mashinani chiqib olgan bormi? Yuring. To'xtab tur. Davudka. Davudga gap qilamsan. Voy, nima bo'ldi? Astaroq gap qila, astaroq. Qip-qizilni sarankan-ku u. Bakla haddidan eshib ketdi. Sen cho'ng bo'lgandan keyin uning ishga yig'iz gap qilib qo'ysang bo'lmamdi. Ey, meni gap qilma deydimsa. U gap anlamasa, hadislar iliq yo'qotlarni davosini qilib yuriydi. Men uni kapustin ketam degan deb ansirayotiman. Shundoq bo'lsa, u yaxshi bo'ladi. Hay. Undaq deb ketma afka. Nima bo'lmasin, u sening o'z qarindishi. U sarang o'qib qolsa, mahaq nima deydi? Ha? O Sadirboyning avlodlari ota bobosidan qolgan yo'q oltinni deb aqlidan ezibdi, demamdi. O'ylabroq gapdi. Va qo'rqsinsiz ham ichida, juma. Aqmoqdan chiqib ketayotgan kim u? Voy, iliq to'xtab ko'rmamdi. Nima? Mushin keldi-xon, mushin jo'la olib ketdimi? Ey, u nimasiga mushin jo'la taraqshidi u? Uni taraqshitayotgan bizning malining suti bo'lmamdi. To'g'ri. Ey, nima uchun o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Ha? Rost. Biz nima deb o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Shundoq. Qaysi sutni? Malimizning sutini-ku. O'zinglar bir ishni jo'ndab qila olmaydi ekansizlar. Haq qilsa ko'ramaydi ekansizlar. Ey Soyim, ko'ramaganlik emas. Biz necha vaqtdan ma to'xtadigan qalandani o'zini jo'ndib olsin deb qo'yib berdik-mi? Birdan ishak aruz qilib, sizlarni sotmamsizlar. Kim sizlarni qo'linglarni tutib oldi? Bu qiziq gap qildi ekansan. Bizda bu kichikgina mallida necha aralab olib sotqadak sut bormi? Ey, amisa meni zodi nima qildaysizlar? Ey, malning sutini o'zimiz sotamiz. To'g'ri. Malning sutini-ku mana biz sotamiz. To'xtak degan qalanda berib boshqa chiqsin u. To'g'ri? Soyimka, ma ikkisi rost gap qildi juma. Sen to'xtakning arusini bizga ep bersan, Ey, haqning arusida sizlarning nima qilinglar? Nima deb haqqimiz bo'lmaydi ekan?
Atarolarni taqsim qilganda qarab turib, yep-yangi bir öküz harvini to'xtiga beribdi. To'g'ri. To'xtini g'achchida Qodirning g'arisiga tegishib oldi. Tegidan bizning mulkimiz u. Shu. Insof qilinglar. To'xti. İşib bulanmay echib yetadigan sutonlarni shaharga kirib pul qilib berib. Yomon qilmagandu, ha? Sayib. Harvini bizga o'zing chiroyliqcha epasang, ba. Bo'lmasa biz o'zimiz tortib olamiz. Atratning harvisida to'xtakning bir tillik haqqi yo'q. Ha? Gülşen. Ha? İyilik qilmoqchingizni yana bir qitim aytib bering. Qani ayting. Yangrıson yüreğimden akşam yangrıson. Ağlısın bu akşamni cihan ağlısın. Bağlısın yüreklerini tengip yürekке. Sevgimizin riştisini mehkem bağlısın. Akşam sana yanırsın, yanırsın. Çalan sazım sana yanırsın. Yanırsın. Çalan sazım sana yanırsın. Oy, Sayınka. Qanday ahvolingiz? Teshikma. Turing, uy kiraylik. Bo'ldi, ishingni qilaver. Sen ishingni qilaver, ha? Ishim hozir tugaydi. Ma'qul. Sayınka, bu yoqlar qadimingiz yetib qopti-ku. Shundoq. Ukam. Demisam, bo'lmadi. Al günahının yaxşılanıp qalğına qara. Bəzilərinin göz qızırıb etibdi. Harvini bervəsən boladığa oxşaydı. Sütünü aşıla özləri setib baxsın. Qolundan iş qılıdığan jigit gəlsə. O harvu bo'lmaganqa senmi oshqanmassan.
Parag'ini o'zingiz berindingiz. Siz o'ttirib hijolatib qolmang edi. Mushu haqlarning ko'zi tushmaydigan jiroq joyga berib o'qit qilay. O'ylab qanchalik turasiz? Uzoq turmayman, Gulshan. Ozroq pul topsamlar, cho'qim qaytib kelaman. Siz xotirjam bo'ling. Men cho'qim qaytib kelaman. Gülşen. Ben qaytib kelguncha siz meni saqlay olasizmi? Javob bering, Gülşen. Gülşen, ötünüp qalay. Bana cevap verin. Cevap verin. Sen shunda qilsang bo'lamiki, Davud. Va soat ilishkimi sutni shaharga kirib sotayli. Bo'lamda? Ay, manga va. Men endi bush hududim bilan osh to'xtakka o'xshash haqlarni ishg'oldiga berib, sut yig'ib yuramda. Bu menga na ot, na nomus. Men hargiz qilmayman. Qilsam o'zim qilar. Naq gap bu. Bu nimada g'araz qilmaysa? Ma sut deganni at deganni qo'pib, shaharga kirib sotadigan gap. Sen shuncha uyquni achalamsa? Voy. Japa ishni o'zimiz qilib, ostini sanga bersak, uningga bo'lmisan. Bo'ldi, bu ishni qilmaylamsa. Aka, obdan bir o'ylab baqa. Biz endi och to'xtak degan yalon to'shini do'rab,
ketib yuramdi. Biz kim bilamsan? Yaqindala hiliq Sadir bovam ko'mib qo'ygan oltinlar chiqib qolsa, pul degan o'zligidan keladi. Biz unda past ishlarni qilmayli aka. Mahallimizda to'xtidan boshqa hech kim bunday ishni qilmagan tursa, endi biz Sadir boyning avlodlari qilandik. Ota bovullarimizning ro'yi qo'rinib qoladi deymi aka? Salma aqlimizni ishiltayli. Nima qilishsan qilisha? Ma eshak arvisini to'xtakdan tortib oldik. Endi men xatni olib satamasmi? Voy, pressiga setvasak bo'lmadimi? Shu chaqda ma go'shtni mo yemaymiz, ishni mo ko'chalamaymiz. Ha, deganlaring to'g'ri aka. Jinim ukalarım. Biz mushundaq lalanshib yuramizmi? Hech to'xtakchilik bo'lamaymizmi? Voy, aka, o to'xt soltakning gapini qamag'ina. O'zimizni oshi yalang to'shga selishtirib o'ltiramizmi? Odamning undaq namusini keltirmagin aka. Bo'ptamsa. Ma'o eshik arvisini chiqib, birsik setib o'tayli. Xudoyim bir kuni sen degan hiliq oltinlarni berib qolsa, ajab emas. Balli, mana ma'o gapim bo'ldi aka. Oltinlarni cho'qib tepishib kerak. Aka. Mana. To'xti bo'y yezidan ketib qoldi. Do'stim Gulshan ilgirkidan texmo jimg'urlashib ketdi. U menga o'xshamaydi. Ko'ngli bek nozik bo'lg'ashqa, To'xtining ketishi uni qattiq azobga qo'ygan edi. U pat-pat buloq bo'yiga yana To'xti bilan mungdashgan yalaga berib o'ltirdi. Shunga men tosh bilan qetish vaqtimni azroq keyniga surishni tekkandim. Chunki men Gulshanni tashlab ketsam, Gulshan tikandek yolg'iz qoladi. Gülşen, ha? Kimni o'ylab o'tirib ketdim? Deb baqqana. Men sana birsini doğrab beraymi? Qarab tur, ha? Bir söйвалай. Qanday to'xtab o'xshadimi? Qarab, ani ko'lavatmamdi. Davud. Hey Davud. Nima qilganing bu?
Bunda qısaq məktəbning temi öyrülüb düşməmdi. Öyrülməmdi. Karım nima? Hey, bunda bəğərəzli qıma. Bunda qısaq özəngni putuq özə faltı çapsan. Aqıbıtınmı yaxşı olmaydı? Nima? Aqıbıtım yaxşı olmaydı? Ata boğamdan qalğan altın gümüşlərini muş məktəb ilanı qılıb itəm deməmsə? Hey! Bu yox gəp Davud. Mən sana nə çıxıtım dedim. Bu yerdə rastıl altın bolsa, bıçaq çıxaq iş bolmamdı. Sen müze. Şunca yıllardan beri dava qilib kelyapman. Hech kim davoyimni anglamadı. Shunda qo'g'andiki qo'limay qanday qilaman hamsa? Aradan 1,5 yil o'tib ketdi. To'xti yanala qaytib kelmadi. Bizning to'y ishimizni keyniga surishga bo'lmaydi. Chunki yoz faslining yetib kelishi bilan dehqonchilik ishlaridagi oldirashchilik bizning ahvollarimizga ta'sir yetkazadi. Xudoyimga omonat. Xo'sh do'stim. Bo'ldi, ko'nglingizni buzmoq. Biz yana qaytib kelamiz bu. Xo'sh hamsa, o'zingizni asrab. Xo'sh. Kim geldi? Assalomu alaykum. Ag'inlar. Assalomu alaykum. Assalom. Hey, men vapsılığı. Aka, bana mı? Tataya kulağına adaş. Bana mı vapsılığında? Bana mı mes? Müslüman san bulattı. Endi bo'ldi. Mana. Assalomu alaykum. Oy, qana olangiz. Teshqma. Teshtiribsiz. Teshqma. Qana olangiz avtga. Yaxshi turib o'tibsiz. Savot, o'zini ahvolchi. Teshqma. Ma'qulamsa, men mang'ashtiray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, shunda qilib dengiz bo'yigacha bordim degi. Qani. Choy ich. Mana o'zingmi jigarlik yigit kelsan. Al ko'ribsan, shurt orlabsan. Ham ziyorat, ham tijorat degan shu. Mana meni desang vaqo, mushi yashimga kelgicha tog'ni u chetiga uytib boqmabdi ekanman. Shuncha chixyalarga bordim, sanki. Nemisini deysiz? Mushu mahallik ko'nib qopti ekanman. Ha? Dava. Nima demoqchi edi? Qo'stig'ingda borning hammani dava. Mening yordamim lozim bo'lsa, mana men turibdiman. Endi mening demoqchi bo'lganim, menga mahalla atrofidan biror joylik yoki isib bersanglar, pulini to'lasam, to'ttamni so'qib, "Mavo o'zimning uyi ekan" deb put qo'limni so'zib o'ltasam deyman-ku endi. Bu yaxshi gapgan to'xti. Biroq yezimizning yerini setib berishga bo'lmaydi. Hey? Mahallaning yuqorisidagi do'ngni bilasan-ku.
Ha, bilma. Belli. Mana mushiya to'xti. Yaraqsan mushiyadan bir o'ylik ya berayli. Bu yerga suv chiqmaydi. Terig'ilmi bo'lmaydi. Sen uy solsang, hech kimning fikrimi chiqmaydi. Gülşen. Sizni bek sevdim Gülşen. Ben sizni unutamam Gülşen. Bizden de herkes ayrılmayız. Hey, aş to'xtitchi, shunda nomurat kelib edi. Tirishib surib, oxir beyib ketdi, ha? Bir kuni o'g'irlik chiqarsam, saroydan, saroy. O uyda kimlar o'tiradi? Kim o'ltiradi? Kim o'tiradi? Gulshan o'ltirdi-da. Hey, mush to'xtini uyi necha tangaga bitganda? Anlasam 80 ming so'm xarjlabdi-da. To'xtak shunchalar pulni nerdan topgandi? Shunday emas. Ketibmi shunchalar bayot ketgan bormi? Ha? O'g'irlik qildimi-ya? Ey, yolg'on gap qilib gunohkor bo'lib qolmanglar yana. Malvaralarimiz ig'ilda, topgan tagnimiz sandiqda tesh turdi-ku. Amiz keyingisichilar nima qilib ketamaydi? Aras. To'xti, Urumchidamdo, Shanxaydamdo, yana nima deydi Xudoyim, ish qilib bamiga yeri qamabdi-dak. Top sodidilar, nurg'un foydaganning gapi bor. Yana tehi sayyot gap setib, ko'p pul tepibdimish. Ish qilib qimiga ish qolmabdi. Biz ash to'xtakchilik bo'lamidik-da. O malik yen kelganda yonchug'idan 4 tanga chiqmaydigan nimeti. Qaranglar, bugungi kun kelganda o'ylarni silib, hammamizning ko'zidan o't chiqaribdi. Birodarlar, anglasam, u tehi Gulshan bilan to'y qilamish. Amanga voy. Davud, Saud degan nochilar biz degan Sadirbayning avlodi deb hech kimni ko'zga ilmay yuribsa, endi kelib ash to'xtakki so'ngisini beramda, Gulshan bilan to'y qilaman deyish to'xtining uxlab tushayu. Davud do'qmishda quruq parang selish bilan bo'laverdi. Davud yo'q oltinning da'dida haraqqa berilib ketdi. Saud hamdam xiyol katta ovoz bo'lib qoldi. Kunlarning o'tishi bilan ularning kuni xaroblashib, ota bovisidan qolgan joyini setib, kichikkina ko'ni qo'rag'i ko'chib kelishga majbur bo'ldi. Qerishqandek to'xtaning uyi do'ng ustida qad ko'tarib turg'ashqa, ular uydan chiqib beshini ko'tar sola, bu isil imorat xuddi peshonasiga isib qo'ygandek aniq ko'rinadi. Aka, qarab turib Gulshanni ash to'xtakka berimizmi? To'shna qilich tap tatmasdan Gulshanga eg'iz ishqinaga faqat aqlim yetmaydi deymina. O'z vaqtida ona shu qo'ng'it tepgan beti ma'dan qo'g'lab chiqaydiganlar nima ekan to'q-ku? Rost deysan aka. U yalon to'sh nimsiga yo'g'onchilik qiladi deymina? Shuni deyman. Biz kim? U kim? Ha? Biz Sadirbayning avlodlari tursak. Aka, mushu to'xtini mushno bilan 3-qitim elchi kirgizishi degina. Shamol chiqmasa, daraxt yashmaydi degan gap bor. Sonimizni uni ko'rmoqmi? Ha? Hey,
düşüp otursan ko. To'xtak degan yalan to'shniman ko. Bu mendin qo'lib chiqirib yetayli. Anda Gülşen'im öyle mekkam sılaylı. Bu degening to'g'ri bo'ldi aka. Shunday qilaylik. Bo'lmasa yuzimiz to'kildigan ish olib yuribsan yana. Shunday qilaylik aka. Aka, eng yaxshisi Gulshanni Nurdunbekning o'g'liga yaqin qilib yetaylik. Nurdunbek bu ilgari boy o'tgan odamlar ekan-da. Bizga foydasi yetib qolsa ajab emas. Bu gapim to'g'ri bo'ldi. Nurdunbek mening beshimdan chiqib og'ritib ketgan. Gulshanni bersak, to'xtadak soltakka emas, Nurdunbekning o'g'liga beramiz. To'g'ri. Shunday qilaylik aka. Bo'lmasa xaxlashingizning odam tepilmagandek yaq yurtliqqa badi deb bizni nomusga o'ldirmiz yana. Shundigina. Ey, onunga o'zimizni bir ko'z qo'ymaymizmi? Shunday qilaylik aka. Vallahi Gulshanni sulab qo'yaylik. Gülşen! 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 Aka! Aka! Gülşen yokturdu. Ha? Yok. Nima? Yo'qmi? Yokturdu. Atraf qarab baqdingmi? Qardi. Hey, sen Rashidanikiga, sen To'xtinikiga bor. Maqul. Chiqim shali. Maqul. Gülşen? Ne oldu Gülşen? Akıllarımdan payli yamandek durdu. Onlar sizni öldürüp yetişim mümkün. Hiç bulmaganda bir iş kaybolsun yirakladı gittim. Ben hiç şek etmeyim Gülşen. Biz ninde vərdləşkəndik. Gidide qaç olsun belli gideyim. Olmasa olar. Sizni başka birisiga zorlab berib yetidi Gülşen. Gülşen. Bizga bundan başka yol yok. Eğer bir günümde unutsanız. Bak muhabbetimiz veyran bulup. Siz mi? Ben mi ömürlük pişaymanda kalımız? Bilemsiz. Gülşen. Ben sizni yaxşı görmem. Siz bana ümit, muhabbet berişliğe, takdirimni o'zgartgan. Endilikda benim bu hem arzularim ko'pikka aylanadigan bo'lsa, mening bundaq yashag'inimdan o'lgunim yaxshi. Aka, tapaldın mı? Yok. Hep to'xtak. Tutib oladigan bo'lsam, bo'yningni uzib etmisam, xat. Aka,
Bu aqlsiz sinimizni ko'mamsan. Shu to'xtak bilan birga ketmasa, nima ketadi u? To'xtanikiga bordingmi? Bordiq. Kaltakdagilar. Mana. Neyse. Aka. Aka. Qatılmayma. Aka. Şmeytilla. Şmeytilla aka. Allah. To'xtak! Ha, to'xtak! Ha, to'xtak! Chiqa bu yoqqa! To'xtak! To'xtak! Mana. Boldi. Ölüden yerim oldu.
Raylada. Oy, Gülşenmisan? Raylada. Nimish bo'ldi? Döngde bir nas kuyuvatamdı nima? Sana etishqa tilim kuydi Gülşen. Endi o'zingni ko'rib turibsan. To'xtining yangisaga uyi kuyuvatıdı. Nima? Nima dedingiz? Akılaring to'xtini qattiq urib etgan o'xshaydi. Erkak degan ba'zi sarang bo'ladi. Akılaring uyga o't qo'yib etganda to'xtini uyda ekan deyishyapti. Kimning gapi rost? Xudoyim o'zi biladi. To'xta aman qasli bo'ladi. To'xtini uyiga hech nimasi qolmadi. Yeni qivishchini saqchilar izlab yurgidek. Urushni uribdi. Uyga o't qo'yayotgani nimasi? Shu emasmi? Oy, Mas'ullar. Uxmag'andikin, og'zinglarga kelgani jo'ylayvermanglar. Uyni to'xti o'zi ko'ydiryapti. To'dangni o'zini uyinimi o'zi ko'ydiramdi degan bormi? Tunogin kechda to'xti kepti. Bosh ko'zlari yeriq. Nima deydigandu? Uyni ko'ydirib ketaman deb. Qadirga borma. Ikram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, nima bo'ldi? Ha? O'ta. Nima bo'ldi? Nima shu zade balam? Lungi bering qizim. Aytqana, nima ish bo'ldi? Ish yo'qmi Qadirga? Aytqana zodi nima ish bo'ldi? Qadirga. Birasiga ko'ngli tushib qolishmi gunoh bo'lamdi. Yo'qsa o'g'lim, oshiqlik o'tinimi Xudo soladi. Bo'ldi, yig'lama. Mening mush yurtga musafir bo'lib kelib qolishim gunohmi Qadirga? Kimning rizqini nega choshgan bo'lsa, shu yerdan teplaydigan gap, o'g'lim. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama bolam. Bo'ldi. Qadirga. Xudo Gulshanning o'tini shurigimga solibdi ekan. Mushu mahallini agib ketamidi. Tirishdim, tirmashdim, yana pul topdim. Shuncha chiroyli uyni soldim. Yana yo'lini qilib qizga elchi kirgizdim. Zodi nima gunohim borligini bilmadim Qadirga. Mana sizningmi xabringiz bor? Meni urib qilmagan haqoratlari qolmadi.
Ularning oldida mening zoti nima gunohim bor? Qadirga jamoat bu to'xtining nima qilg'indi deb qolmasa. Men mushu mahallada ketsamni bo'ladi-ku. Men ketaman. Unda qilma, to'xta bola. Uyimga o't qo'yib bandek ketaman. Paylanda yong'in, unda qilma. Uyimga o't qo'yibman. O'g'lim qahashni Xudoga qo'ydim Qadirga. Bolam, hargiz shaytonning kayniga kirma. Paylanda yong'in bolam. O'g'lim. Qildim, nima qilgani bu? O't qo'ygan bana, shunday deyman. Xo'p qildim, xo'p. Sizlar qilmoq o'ng'aymi odamga? Davut. Ey Davut. Ey. Opa, ishni ejibet. Qaysi ishni? Ambarma ishingchi. Nimaga ochayman uni? Gulshan chiqib choy qaydasin. Voy voy, bo'ldilar hali chiqay. Xudo! Voy, bir tutmuş olaman. Mana. Kichimni buyurib. Voy, aka! 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 Ne bo'ldi? Gulshan yo'qtirdi. Ha? Qoshqa o'xshaydi. Savat, qo'pa. Singlim yo'qtirdi deyman, qo'pa. Nima? Bila. Kaçıptı. Nereden kaçırdı? Kömürden mi? Pencereden kaçıptı. Neme gaat maar wat? Oogpakken? Voy, masa o'qig'ini. Men ketdim, sizlar meni kechirmaysizlar. Menmo sizlarning to'xtini uyi bilan qo'shib ko'ydirayotganinglarni kechirmayman. Yaqindan beri opam rahmatlik to'la tushunga kirdigan bo'p qoldi. Manga shuya techiroq o'xshaydi. Men opamning qishig'a ketdim. Xudoga omonat. Xayr xo'sh. Bu nima deydigandi mana akalar?
Qaysi apamizning qishi borman deydi u? Apamiz allabirun o'lib ketgan tursa. Shuni tushunmadingmi? Bu Gulshanning uyida olaman degan gapidu. Ha? İzdashmamsansa? Ne verib izlaymiz? Voy. Gülşen baba. Burola. Ay ara bak hele. Burola. Gülşen! 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 Seni bir kapı sonra bakayım. Selimka. Madret'te bizden sonra Gülşen'i gördün mü? Ha? Zadı köydün mü kömüdün mü? Selimka. Gülşen'ni zadı köydün mü kömüdün? Bizi ciddileştirmek yapıksançı. Köydüm. Xudo amonatini aptu. Yatqa yeri jannatda bo'lsin. Ya. Bu mümkün emas. Ya. Gülşen! Gülşen! Rashida, Gulshanni ko'ygingiz kelib, ko'zingiz to'rt bo'lib ketdi-ku deyman, ha? Shundoq. Gulshanni bak sevgandim. Mahalda o'tkazadigan to'y chayimizda Gulshanni o'zimga qo'ldosh qilaman. Siz to'xtini qo'ldosh qiling. Bo'landi, ha? Tinchlikmi? Tinchlik. Mahallada nima ishlar bo'ldi? Gulshan. Nima bo'ldingiz? Gulshan u tugab ketdi.
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد Mağlama qıt qızın qılan işini qaranglar. Endi kirimizni kim juyub? Baştamığımızı kim eti? Bizning jafoyimizdan burunroq qutulmoq bo'lib, mush ishni qildik. O'g'am ko'mgan oltinlarni topganda ish boshqacha bo'lib emas. Singlimga osh kattalaydi kuyliganchilik kuyulmabdi. Uning beshini, otning dumbisini silg'anchilik mehrim bilan silmabdi. Men aka bo'ldim. Amin. Amin. Qabristonlikda bir kishining qarisi ko'rindi. Mahalladagilar yiroqdan bu kishining chiroyini aniq ko'rmagan bo'lsa-mu, ko'nglida uning kimligini bildi. To'xti Gulshanning namoziga asosli g'azdor bo'lib chiqqanmidi. Chunki urf-odat uningga yo'l qo'ymaydi. Shu topda To'xti yuz bergan bu ishlarning hammasining ishga aylanib qilishini Heliqi Mahoda Ma'rufovaning naqshini anglab yetib uxlab qoladigan kunlarning qaytib kelishini, hamma ishni boshqadan boshlashni xohlaydi. Lekin bu tush emas edi. Men bu ishlarning ishga aylanib qilishini naqadar umid qilatdim. Agar men To'xti bilan Gulshanni tepishtirmagan bo'lsam, bu ichinishli fojiami yuz bermagan bo'ladi. Lekin buni taqdirning o'rinlashtirishi demakdan boshqa amal yo'qdi. Demek şu çağda ambarda beni birden saklap durmadınız. Bu takdirine uğurlaştırışı bu. Cennet Gülşen.
To'xti bu mahalladan ayrıldı. Tövende yeyilip yatkan bu mahalla onun közüge muşu bir keçidala özüdeki hemme güzelliklerini yoktu. Kıyırıp mükçeyip ketkendekle göründü. To'xta, bolam. Sen ketmegin. Sen bu yerda chiqishlarni qilma. Sening nurg'un orzularing borki, shularni biz birga amalga oshiraylik. Men endi bu yerda hech narsam qolmadi. Boshqa yurtlarda bir chekka. Xo'sh, joy. Xo'sh, Ak yol bo'lsin. Hasan Bulat Devka. Fakat yürek sarsan kaldı. Gülşünün bulduğu hazan gider yiraklarına. Batsan eme, he? Batırızın altına boğam gibi koygan altına bak. Dedim sana, seni oğa bile, altına yerine beni. Çıkama, çıkar. Gelişim bana sana, bana. Çıkama. Çılık yalnız giyik, kanma milendi gül ya. Çılık yalnız giyik, kanma milendi gül ya. Olçunun kalbi okuyup Nigaribim cüda Olcunun kalbi